Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Bilasizki, hozirgi kunda O'zbekistonda suv tanqisligi tobora ortib boradi. Shu sabab hozirgi kundagi tasavvur qilib ko'ring, uyimizda, ya'ni ko'p qavatli binolarda yashovchi fuqarolarimizni uyida 1 soat yoki 2 soat suv bo'lmasa qanday ahvolga tushamiz. Aynan hozirgi kundagi bu murojaatimiz shu fuqarolarimiz, ya'ni Andijon viloyatidagi fuqarolarimiz, ya'ni suv iste'mol qilishda ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari, ya'ni iste'moli uchun ishlatilayotgan suvlarni pulini o'z vaqtida to'lashni joiz deb bilaman. Sababi agar biz misol uchun nima deymiz, turli xil uyimizda yoki ishxonamizda yoki boshqa yerlarda suv bo'lmay qolsa, murojaat qilishlarini bilamiz yoki qanaqadir organlarga murojaat qilamiz yoki bo'lmasa tashkilotlarga murojaat qilamiz, lekin suvni pulini o'z vaqtida to'lashni bilmaymiz. Shuning uchun sizlardan iltimos qolardik, shu suv iste'molini pullarini o'z vaqtida to'lashingizni iltimos qilamiz. Sababi bu to'lanayotgan summalarni evaziga sizni nima deydi, ya'ni o'sha suvlarni vaqtida yetkazib berishlik, ya'ni suv holatidagi quvurlardagi uchraydigan avariya holatlarini oldini olish borasida ishlarni, ya'ni o'sha mablag'lar sarflanadi va ishlatiladi. Shu bois Andijon viloyati fuqarolaridan bugungi kundagi o'sha kommunal to'lovlarimizda ichimlik suvi uchun to'lanayotgan pullarni o'z vaqtida to'lashini iltimos qilib qolamiz.